Siz tradersiz, bu videoni siz uchun ko'rishingiz kerak demay boshladik. Bu videoda men trendingdan siz bilmagan eng kuchli entry turini ko'rsatib, bu videodan keyin siz aniq like, comment, podpiska, repost tugmalarini bosib qo'yasiz. Qani ketdi. Entry qila olmagan bo'lsak yoki entry qilgan bo'lsak, dalilga qilish imkoniyati. Albatta, minimum yasalishidan oldin bozorda ma'lum bir holatda impuls harakati bo'ladi. Impulsdan keyin yana bitta minimum yasaydi, keyin uni yana impuls bilan break qiladi va undan keyingi holatlar bizga qiziq. Bizga impulsdan oldingi birinchi minimum va undan keyingi ikkinchi minimum, albatta ikkinchi minimumdan keyin bitta impuls harakati bo'lgan bo'lishi kerak. Demak, ikkita minimumni tutashtirsak, uchinchi impuls harakatini ko'rishimiz mumkin. Real grafikda hozir men sizlarga buni ko'rsatib beraman. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda razvorot bor. Undan keyingi impuls harakatidan oldingi minimum va market tushishi, market tushganda ikkinchi minimum shakllantirishi, impuls harakat va ikkita minimum tutashtiramiz, uchinchi minimum reaksiya zonasi. Xulosa, demak bizda hamma qonun qoida bor. Ikkita minimumni tutashtirsak, uchinchi zonamiz kelib chiqadi. Va undan keyingi harakatda ham mana ko'rishimiz mumkin impulsdan keyingi harakat va ikkinchi reaksiya zona va uchinchi reaksiya zona. Agar siz marketda entry qila olmagan bo'lsangiz, bu dalivka uchun minimal stop loss nisbatida ishlatishingiz mumkin. Tanlovingizga bog'liq. Keyingi kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun like, comment, podpiska tugmalarini bosib qo'yamiz. Rahmat, salomat bo'ling.